Salom do'stlar, hammaga yaxshimisizlar, tuzmisizlar? Yaxshimisizlar? Mana hozir PUBG'ga yangi oruja qo'shilibdi. Mana shuni obzor qilamiz. Umuman вообще bir ko'tarmaydi. A7 A9 degan oruja mana. Ko'rdingizmi? Вообще bir ko'tarmaydi. Faqat hit deydigan oruja mana. Qarang, sizga bitta maslahatim bor. Kim savolga chiqmoqchi bo'lsa, menga mana shu yerda kommentga ID'sini yozib ketsin va kim menga lobby o'ynamoqchi bo'lsa ham ID'sini yozib ketsin. Omad aka deb yozib ketinglar, bratlar. Bo'ptimi? Like, podpiska. Kim podpiska bo'lgan bo'lsa, ana shu bola bilan o'ynayman. Hamda kim meni podpiska qilib, like, obuna hammasini bo'lsa, ana shunga 2000 talik poplyars bor. Meni konkurs qilaman. Kommentga eng ko'p hamma kommentda faol bo'lgan, hamma videolarimga komment yozgan topaman. 2000 talik populyarim bor. Ana shuni tashiyman. Xohlasangizlar, ana shu 2000 talikni 3000 ga ham qilishimiz mumkin. Agar kim mana shu populyars battle'da kim mana shu komment bo'yicha o'tsa, populyar tashiyman. Va'da mana. Ko'rdingizmi? Oruja вообще bir ko'tarmaydi. ID'larni, podpiska, like bosishingiz kerak. Eng asosan, keyin siz bilan o'ynashimiz mumkin. Xayr do'stlar, hammaga siz bilan Mo 416 Boburay TDM1 bo'ldi. Bo'pti jigarlar, sog' bo'linglar.